Bilim olish ezgu niyatim, xayr bog'cham aziz maskan, senda o'tdi go'zal zamon, maktab tomon qadam qo'yib, orzularim bo'lsin ayon. Tarbiyachim mehribonim, sizdan oldim ilk bilimni, sizga rahmat aytib bugun maktab sari otlanganman. Maktab degan katta olam, seni kutar mening qadam, kitob olib qo'lga endi bilim sari yo'lga chiqaman. Mana bugun bizning 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2-maktabga tayyorlov guruh bolajonlari o'zlarini yil davomida olgan bilim va ko'nikmalarini, yodlagan she'rlarini, qo'shiqlarini barchasini siz aziz mehmonlarga taqdim etadilar. Endigi navbatni bolajonlarimizga beramiz. Marhamat bolajonlar. Bog'chamizning talanchi bebahosiz a'losiz. Barchamiz birdek bo'lib va birdek avaylaymiz. Hammamizga qadrli, siz bizga xuddona, mehribonsiz, g'amxo'rsiz, aziz mudira opa. Tang sahar to kechgacha mehnat qilib to'lmaydi. Mehri bizga o'zgacha, bizga ovqat tashiydi. Idishlarimiz yuvadi, joyimiz tekislaydi. Polvarchang olar. Bog'chajonim, bog'chajon, senlisan mehribon. Bizni birdek ko'radi, bolam deb suyadi. Har xil o'yinlar bilan dilni xushnud etadi. Yangi yo'lga eltuvchi, rahmat sizga uslubchi. Mazali tomchi oq butun sayg'anda. Sonlarga tarkim she'rimizni yodlatarkim, kim bizga dastigona, tarbiyachim yagona. Qarsaklaringiz bilan olqishlab qo'yamiz bolajonlarimizni. Rahmat. Bolajonlarimiz iltimos qilishdi. Ustozlariga bizning nomimizdan she'rimizni yetkazing deb. Demak, bolajonlar tilidan ustozlari Dadabay va Dilfuzaxonga, Dilfuza ustozimga. Dilfuza ustoz, mehringiz baland. Siz bilan har kunimiz bo'ldi dilband. Siz bergan saboqlar, shirin so'zlaringiz qalbimizda qolar, aziz xotirangiz. Siz bizlarga bilim eshigin, mehr bilan ochdingiz har kuni. Har bir bolaning qalbini tinglab, yoritdingiz uning dunyosini. Siz bilan biz rasm chizdik, qo'shiq aytib o'ynab kuldik. Har bir yangi bilim olgan chog'da quvonch bilan sizga yugurdik. Sizning mehribon ko'zlaringiz bizga dalda bo'ldi har kuni. Sizning shirin nasihatlaringiz yodimizga qoladi umrbod. Bugun maktab sari ketamiz, lekin sizni unutmaymiz. Siz o'rgatgan yaxshi odoblarni
hayotimizga qo'shib boramiz. Ustozimizga qarsaklaringiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz bizlarga mehr ko'rsatdingiz. Har kun bizni asrab yurdingiz. Jajji qalblar quvonchli uchun o'zingizni ayamay berdingiz. Qo'llarimizdan ushlab har kuni yaxshilikka boshlardingiz siz. Bizga g'amxo'r bo'lib doimo onadek mehr berardingiz siz. Sizning shirin tabassumingiz bizga bo'ldi quvonchli quyosh. Siz aytgan har iliq so'zlardan ko'nglimizda kirardi bardosh. Bog'chamizda o'tgan kunlar sizlar bilan ham go'zal bo'ldi. Sizning mehringiz sababli har bir qalbimiz nurga to'ldi. Bugun maktab sari ketamiz. Sizni eslab yo'lga chiqamiz. Siz bergan mehr va e'tiborni yuraklarga saqlab qolamiz. Hadiya opa, sizga rahmat. Sizga bo'lsin cheksiz hurmat. Mehringizni unutmas hech kim. Sizga bo'lsin ezgu niyat. Sizga gullar tutamiz bugun. Quvonch to'lsin qalbingiz bugun. Bizga bergan mehringiz uchun rahmat aytamiz chin dildan bugun. Olqishlaringiz bilan hadiya ustozimizni tabriklab qo'yamiz. Albatta har ikki ustozlarini mehnatlari beqiyos. Har bir ustoz mana shu tayyorlov guruhiga chiqquncha har bitta guruhda, kichik guruhdan boshlab, kichik, o'rta, katta mana maktabga tayyorlov guruhlariga chiqquncha albatta bu yerda barcha ustozlarimizning sa'y-harakatlari juda ham katta. Albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endigi navbatni yana bolajonlarimizga beramiz. Marhamat bolajonlar. Davra sizga muntazir. Marhamat.